Hürmetli vatandaşım, endeki leksiyemiz. Mundaq bu leksiya Aksaray ve Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat Mahkemesi yaqinda Jungoda bo'layotgan o'zgarish to'g'risida qisqacha aytsak, Rais Xi Jinping asosiy qonunni o'zgartmoqchi bo'lganligi to'g'risida. Masalan, rais davlatning ma'mur raislarining qarorlik vazifaga o'ltirishni bekor qilganligi to'g'risida. Mush to'g'rida Aksaray bilan Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Mahkemesi e'lon qilgan bayonot. Diqqat vatandaşım. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi Jungoning rahbarlarining qarorlik vazifaga o'ltirishni bekor qilganligi to'g'risida kuchlik funksiya shaxsning rolidan muhim deb ko'rsatdi. Mavzuda xabar 3-oyning 1-kuni Amerika Aval Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlanadi. Washington, Aksaray Jungoning davlat raislik darajasidan qarorlik vazifa ijro qiladiganligini bekor qilganligi to'g'risida Jungoliklar o'zlarining ichki ishi o'zlari belgilaydi deb ifoda bildirgandan keyin bu Aksarayning ifodasi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi haftaning 2-kuni texmo an'anaviy qiyofatda ifoda bildirdi. Xi imperiyasi bu ibora Jungo matbuoti sohasidan o'chirib tashlandi. Shuningdek, Xi Jinping imperiyasi degan gaplar chiqqan hozir Xi imperiyasi bu matbuot sohasidan o'chirib tashlandi. Bundan burun Jungoda davlat raisining qarorlik saylanishini bekor qilish g'azab to'lqini paydo qilgan. Kishilar bundoq bo'lganda rais Xi Jinping Jungoning umumiy umrlik hukmroni bo'lib qoladi deb ansirgan. Beijing ko'chalarida fuqarolar Amerika ovoziga mundaq ko'rsatdi. Bu yuraklik bilan elingan qaror. Bu qaror amaliyotda shundoq tuyuqsiz bo'ldi. Kishilar bundan gumonlandi. Qaymiqib qoldi. Yana bir nafar fuqaro mundaq ko'rsatdi. Agar ba'zilar biz rais Xi Jinpingga duch keldik deb his qilgan bo'lsa, Xi Jinpingning rahbarligi intayin to'g'ri va Xi Jinping dono rahbar deb his qilgan bo'lsa, men bu asos qonunni o'zgartirishga qo'shilaman. Beijing ko'chalaridagi fuqarolar. Biroq Washingtonning inkas qaytarishi odatdagidan muloyim bo'ldi. Biroq Washingtonning inkas qaytarishi odatdagidan muloyim bo'ldi. Aksaray haftaning 1-kuni, ya'ni 25-kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida bayonotchi Sara Sanders xonim mundaq ko'rsatdi. Bu Jungoning ichki ishi. Haftaning 2-kuni, ya'ni 26-kuni Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkemesi texmo an'anaviy inkas qaytardi. Diqqat vatandash. Davlat Mahkemesining bayonotchisi Navrat mundaq ko'rsatdi. Biz kuchlik va unumli funksiyaning bir rahbardan yoki bir shaxsdan texmo muhimligiga ishonamiz. Biz kuchlik va unumli funksiyaning bir rahbardan yoki bir shaxsdan texmo muhimligiga ishonamiz. Kishilik huquq va demokratik usulda davlat boshqarish Amerika tashqi siyosatining yadrosidir. Bu albatta muqim, bexatar va yaxshi sifatli harakat qiladigan jamiyatning yadroliq asosidir. Bu jumlalarning nazariy saviyasi bak ustun ekan, diqqat qiling, analiz qilsak tushunamiz. Bu haftaning 5-degidek Prezident Trump rais Xi Jinpingni madiyahlab, esinglarda bormi 24-kuni men Jungoning bu rahbarini cheksiz hurmat qilaman deb ko'rsatgan. Rais Xi Jinping alayda xoslikqa ega odam. O bizga Chavshan masalasida yordam berdi. Diqqat etiniz. Ba'zi kishilar mundaq deydi. Amerika Jungoda demokratiyani ishga oshirish uchun uzun muddatdan beri ilhom berib keldi. Lekin bugungi ifoda bildirishlarning hammasi an'anadan ayrilib ketdi. Bu gapning mazmuni intayin cho'nqurjimi? Kishilarning berayotgan bahs, Aksarayning bayonoti, Davlat Mahkemesining bayonotiga kishilarning berayotgan bahsi ma'nosi intayin cho'nqur uning vatandoshlar.
Sobiq prezident Obama davrida davlat mudofaa ministrligining muavin ministri bo'lgan. Hozir G'arb Tinch okean doimiy hay'atlar komitetida vazifa o'tayotgan Kristen Holmes mundaq ko'rsatdi. Men prezident Trump barliq bayonotlarda har doim Jungoni ortiqcha tanqid qilish kerak deb hisoblamayman. Lekin yana konkret tanqid va gumon qilish xarakterli fikr bayon qilishi kerak deb hisoblayman. Jungo bir davlat sifatida davlat harakatlariga qartishqa bo'ladiki, shaxsiylashtirish shaklida rais Xi Jinpingga qartilmasligi kerak. Qanday tanqid bo'lsa, bir davlat sifatida Jungo qartilishi kerakki, shaxsiylashtirish shaklida rais Xi Jinpingga qartilmasligi kerak. Prezident Trump prezident bo'lib saylangandan keyin aybilik huquq bilan o'ttirg'i chiqqan rahbarlarga yaxshi ta'sirotini ifodalagan. Demokratik hisoblanmagan hukumatlarni tanqid qilishni yoqtirmagan edi. Faqat lekin prezident Trumpning Jungo bilan bo'lgan munosabatlarda nihoyat tez arada o'zgarish yuz berdi. Lekin prezident Trumpning Jungo bilan bo'lgan munosabatlarda nihoyat tez arada o'zgarish yuz berdi. Prezident Trump nihoyat tez arada iqtisod, savdo to'g'risida qaror e'lon qildi. Masalan, Jungodan import qilingan mahsulotlardan zo'r miqdorda boj elish to'g'risida. Rahmat, hurmatli vatandoshlarim, anglag'ininglar, kelganinglarga endi muhokama qilamiz.